Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olishning bosh maqsadi mamlakatdagi aholi soni, uning jinsiy va yosh tarkibi, ijtimoiy holati, bandlik darajasi, ta'lim va turmush darajasi haqida to'liq va aniq ma'lumotlar yig'ishdan iborat. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligidagi yer maydonlari, hayvon zoti, dehqon va fermer xo'jaliklari soni, mahsulot ishlab chiqarish hajmi bo'yicha haqqoniy statistik ma'lumotlar yaratiladi. Ro'yxatga olish jarayonining birinchi bosqichi ham yakunlanib bormoqda. Shunga qaramay, joylarda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirlari uyushqoqlikda davom etmoqda. Jumladan, Sharof Rashidov tumani Kiyoboshi mahalla fuqarolar yig'ini binosida yurtdoshlarimizni ro'yxatga olish uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Mahalla yettiligi vakillari bu borada astoydil mehnat qilishyapti. Mustaqil O'zbekistonimizda juda katta tadbir davom etib boryapti. Bu tadbir boshlanishidan oldin viloyat statistika boshqarmasi tomonidan tumanimizda juda katta seminar mashg'ulotlari bo'lib o'tdi. Bu mashg'ulotlarda biz faol ishtirok etdik. Bizni yurtimizda bo'layotgan mana shunday katta tadbirda mahallamiz faollari, mahallamiz aholisi ham o'z yaxshi ishtirokini davom ettirib kelmoqda. Bugungi kunda Kiyoboshi mahallasida 10 mingtadan ortiq fuqarolar mavjud. 2508 ta oilalarimiz mavjud. Hozirgi kunga qadar tadbir boshlangandan buyon 1800 tadan oshiq oilalarimiz ro'yxatdan o'tdi. Bu ro'yxatdan o'tish jarayonlarida mahalla yettiligi faollari birgalikda aholiga beminnat o'sha o'quv seminarida olgan bilimlarimizni beminnat mana shu aholiga yordam qilib kelmoqdamiz. Bugungi kunga qadar fuqarolar o'zlari mustaqil ravishda onlayn ro'yxatdan o'tyapti. O'zlari tushunmaganlari mahalla binosiga kelib bemalol ro'yxatdan o'tish jarayonlari tashkil etilgan. Bugungi kunda fuqarolarimiz beminnat kuniga kamida 50-60 nafardan ortiq fuqarolarimiz kelib mana shu mahalla binosida ro'yxatdan o'tish jarayonlari hali davom etyapti. Bu jarayonlarni tashkil etishda mahallamizda texnik bazamiz mavjud. Bugungi kunda 6 ta kompyuterlarimiz, planshetlarimiz bilan birgalikda aholiga beminnat xizmat ko'rsatyapmiz. Mahalla raisimiz boshchiligida hokim yordamchi, ijtimoiy xodim, xotin-qizlar faoli, profilaktik inspektor, yoshlar yetakchisi birgalikda bu jarayonda faol ishtirok etib kelmoqdamiz.